Assalomu alaykum barchaga. Ushbu video darslikni ko'rayotgan hurmatli talabgor nomzodlar. Diqqatimizni qaratamiz. Bugun sizlar bilan lug'at yodlash strukturasi holati bo'yicha to'laqonli ravishda yetarli bo'lgan yo'nalish, ko'nikma, uslub va o'rtoqlar qanday qilib o'zi lug'atni yodlash tartibini to'liq tushuntirib beraman. Undan tashqari yana aytib o'tadigan juda ko'plab gap so'zlar bor. Qisqasi e'tiboringizni borini mana shu video darslik qo'llanmaga qaratishingizni so'rab o'taman video boshidan, dars boshidan. Xo'p, iodizing vocabulary bu bilasiz lug'at yodlash degan so'z tarjimasini beradi. Biz aynan qobiliyatlar bo'yicha tayyorgarlik olib borayotgan nomzodlar yaxshi bilamiz. Eshitish, o'qish, yozish, gapirish bo'yicha albatta siz tayyorgarlik olib boryapsiz. Listening, reading, writing, speaking. Xo'p, ingliz tilini o'rganayotgan jamiki nomzodlar uchun bu kerak. Nafaqat bu to'rtta qobiliyat bo'yicha tayyorgarlik olib borayotgan, balki grammatika o'qiydimi, umumiy general ingliz tilini umumiy o'rganadimi? Qizig'i yo'q. Ingliz tilini o'rganyaptimi? Albatta kerak. Balki boshqa tillarga ham tatbiq qilish mumkin bu uslubiyatlarni. Qisqasi diqqatingizni qarating. Video darslikni juda yuqori darajada tushuntirib berishga harakat qilaman. Cho'zmaymiz. Qisqa, lo'nda va asosli bo'lishini albatta ta'minlashga harakat qilaman. Demak, to'rtta qobiliyat holati. Endi bizda to'rtta qobiliyat holati bo'yicha lug'at ishlash jarayoni, ya'ni miyamizdagi lug'atni ishlash jarayoni bilasiz, ikki xil holatga bo'linadi. Bular aktiv, ya'ni faol lug'atlar va passiv, bilasiz, bu nofaol lug'atlar. Passiv. Bizga lug'atni faol lug'atlar holati ko'proq kerak. Nofaolligiga nisbatan. Chunki mana bu ikkita kreativ, ya'ni o'zingiz tomoningizdan noldan hosil qilinadigan qobiliyatlar faqat faol lug'atlar bilan birga ishlaydi. Qaytarib o'taman, hurmatli nomzodlar. Shu ikkita qobiliyat noldan, ya'ni writing yozaydiganda quruq list varaqaga yozasiz. Speaking gapirayotganda demak hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni miyada tushundingizmi? O'zingiz g'oya hosil qilasiz. Har ikkisida ham g'oya bo'ladi. Endi listening tayyor narsani, eshitilayotgan narsani tushunib yozish, reading tayyor yozilgan narsani tarjima qilib tushunish bu unaqa qiyin narsa emas va bularda mana passiv lug'at yaxshi ishlaydi bularda. Passiv lug'at o'ta ko'p ishlaydi. Passiv lug'at faqat shular bilan ishlaydi desam ham bo'laveradi. Chunki aktiv passiv degan tushuncha, aktiv siz istalgan payti eslay oladigan lug'at faol lug'at deyiladi. Passiv faqat ko'rganda, eshitganda esga keladigan lug'atlar esa bu nofaol, ya'ni passiv lug'at deyiladi. Demak, readingda ko'rganda, listeningda eshitganda esga keladimi? Albatta. Aktiv faoli endi writingda istagan payti istagan so'zimni, jumlamni yozishda, istagan payti istagan jumlamni gapirishda keladiganlari ular aktiv hisoblanadi. Esingizdan chiqmasin. Xo'p, endi qanday qilib so'zlarni aktivlashtiramiz, qanday qilib so'zlar o'zi passiv bo'lib qoladi? Buni men sizga tushuntirib o'taman. Lug'at yodlash strategiyasidagi holatga e'tibor qaratamiz do'stlar. Xo'sh, tak. O'rtoqlar, lug'at yodlayotganda bitta uslubiyatlar ko'p. Men hozir bu yerda tushuntiradiganim bor, keyingi holatlarda tushuntirib ketadiganim bor. Hozir bitta aktiv passiv holatga qaratiladi. Lug'atni aktiv yodlashda esingizdan chiqmasin, har doim juda ham oddiy o'zi aslida inson fikrini, salohiyatini ishlatsa tushunib oladigan narsa, unaqa murakkab narsa emas bu. Qarang. Yo'nalish tushuntirib ketay sizga. O'zbek tilida ot, sifat, som, fe'l almashish ravishi bor. Ot,
son fe'l olmosh ravish. Har bitta ona tili o'qigan nomzod buni menimcha biladi. Xo'p. Ot sifat son fe'l olmosh ravish. Qarang. Lug'at boyliklarimiz ham aynan shularga qaratilgan bo'ladi. Lug'at boyliklarimiz. Qaramiz. Aynan shularga qaratilgan. Siz aytishingiz mumkin, qanday qilib bularga qaratiladi deb. Xo'p. Ot, masalan, olaylik. Birorta ot olaylik. Tak. Jamiyat so'zini olaylik, masalan. Xo'p, society so'zi jamiyat. Bu ot so'z turkumiga tegishli, ya'ni inglizchasiga noun, noun. Ot so'z turkumiga tegishli. Xo'p, sifatdan birorta olaylik. Sifatdan istalgan qanaqa so'rovga javob bo'lgan sifat bo'ladi, bilasiz. Ot, kim, nima, qaysi so'rovga javob bo'ladi. Sifat. Xo'p. Masalan, men aytaylik, hamjihat so'zini olaylik. Agreeable. Hamjihat so'zi. Xo'p. Son ham endi bilasiz, любой bitta sonni olaverasiz. Masalan, 9. Fe'l, ish harakat. Bilasiz, nima qildi, nima qilyapti, nima qilmoqchi so'roviga javob bo'ladi. Masalan, control. Boshqarish. Olmoshni bilasiz, menimcha. Olmosh bu qiyin narsa emas. Masalan, she, olmosh hisoblanadi. Bular o'zi bir marta yodlanadi, bu ko'p emas bular. Olmoshlar juda ko'p emas. Ravishlar bilasiz, fe'llar bilan birikib keladigan. Masalan, aytaylik, recent bo'lsa, hozir bo'ladi. Recent bo'lsa va recently bo'lsa nima bo'ladi? Yaqindagi aylanadi. Masalan, bittadan yozaylik masalan. Endi qaranglar, o'rtoqlar, men bekorga yozmadim bularni. Demak, ot, sifat, son, fe'l, olmosh, ravish. Noun, adjective, number yoki number, verb, pronoun, adverb. Inglizchasi. Yozayotganingizda doim birinchi o'rinda so'zlarni qaysi so'z turkumiga tegishli ekanligini bilib yodlashingiz kerak. Ya'ni bilasiz, otlarni sifatlardan ajratib olish mumkin emas. Bu yerda asosiy sifat bilan ravishni ajratib olish kerak. Sifat bilan ravishni. Fe'l bilan sifat. Ba'zi fe'llarda holati sifatga ham o'xshab ketishi mumkin. Yozilish holati bo'yicha endi hozir aynan sizga keltirib keta olmasligim mumkin, lekin bor shunday holatdagilar. Va birinchi bizga kerak narsa bu so'zlarni mutolaa repeating enough. Ya'ni yetarlicha so'zni yodlaganingizdan keyin yetarlicha qaytarish kerak so'zni. Yetarlicha qaytarish kerak. Esingizdan chiqmasin. Bu oddiy narsa emas. Prosta tak yetarlicha qaytarish kerak emas-da. Buni ko'p qaytarish kerak so'zni. Shunda faollashishni birinchi yo'nalishi, birinchi uslubi shu. So'zni faollashishi. Va linking words or
phrases. Yo so'zlar bilan, yo jumlalar bilan. Jumla degani gap. So'z yoki gap bilan nima qilish? Bog'lash albatta. So'z yoki gap bilan bog'lab ketilishi kerak. Yozayotgan gapingiz yoki so'zingiz. Endi qarang. Buni har bittasini aytib o'taman hozir yanada to'liqroq qilib. Uchinchi holat o'tolar. Writing or speaking deb ketaveray. Yozish yoki gapirish deb ketdim. Yozish yoki gapirishda ishlatish tushunilyapti bunda. Hozirgi holat bo'yicha 3 ta yo'nalishni sizga aytib ketaman. Ko'p qaytarish. So'zni ko'p qaytarish. Bu meni bir katta ustozim desam ham bo'ladi, hamma uchun ustoz, qarindoshim desam ham bo'ladi. Aytib o'tgan edi, inson qachon biror bir narsani ko'ngliga jo qila oladi, ya'ni ko'ngliga joylay oladi. Xo'p, o'rtoqlar. Inson qachonki biror bir ma'lumot yoki nafaqat so'z bo'ylik istalgan narsani yodlayotgan paytida ko'p qaytarish kerak yetarlicha. Tushunyapsizmi? Ko'p qaytarish kerak. Bittada esda qolish holati ham bo'ladi, lekin u hissiy holat. Unga hali hozir men yondashib o'taman. Biroz shoshmay tursangiz bundan keyin mana shu 3 ta narsani tushuntirib olay. Demak, yetarlicha ko'p qaytarishingiz kerak. O'shanda xotirada mustahkam qoladi. Yetarlicha qoladi. Men shunchaki gapirmayapman, albatta men ham o'zim 2020-22 yil holatlari bo'yicha, mnemonika bo'yicha ancha bilim oshirganman. Kitoblar, ma'lumotlar, darsliklar va o'zimda amalda qo'llagan o'zimni shaxsiy uslublarim, o'sha o'rgangan uslublarimni birgalikda qilgan holatda sizga yetarlicha berishga harakat qilaman. So'zni yetarlicha qaytaring. Bir marta, ikki marta bilan men xotiram kuchli demang, unday demang. Chunki unday lug'at xotirangiz kuchlidir, bittada olib qolar. Ma'lum bir soatlar, 24 soat, 2 kun, 3 kun, bir hafta faol bo'lib turadida, keyin miyangiz tagiga cho'kib ketadi, faqat ko'rganda, eshitganda esga keladigan qanaqa lug'atga aylanib qoladi? Passiv lug'atga aylanib qoladi. Shuni oldini olish uchun so'zni ko'proq qaytarish kerak. Xo'p, va qarang. Linking with word or phrase, gap yoki so'z bilan bog'lash deganda nima tushunilyapti? Gap yoki so'z bilan bog'lash deganda, hurmatli o'rtoqlar, masalan, men bitta so'zni yodladim. Masalan, chiroyli degan so'zni yodladim. Oddiy qilib misol keltiring. Beautiful so'zini yodladim. So'z bilan plus qilyapman-da, qo'shyapman. Masalan, chiroyli tabiat bo'lishi mumkin. Nature. Yokida chiroyli gullar, flower. Chiroyli qiz deylik, masalan, girl. So'zlarga men bog'layapman. Mana so'zlarga chiroyli tabiat, chiroyli gul, chiroyli qiz yokida comfortable.
comfortable. Comfortable. Qarang. Comfortable so'zini yozdim. Comfortable plus shinam degani bu yerda hozir sifatlar kelyapti. Shinam deb turib comfortable room, shinam xona. Comfortable car, shinam mashina. Comfortable place, shinam joy. Mana bog'ladim. Bog'ladim. Hokazo ketaveradi bu. Motorlar ketaveradi, oxiri yo'q. Endi hamma har xil o'ylab ketaveradi bunga. Hammada har xil g'oya bo'lishi mumkin. Bog'layapman. Qisqasi mana bu beautiful so'zi bilan, chiroyli so'zi bilan comfortable so'zi, qulay, shinam so'zini men otlarga bog'ladim. Otlarga. Qarang, doim esingizdan chiqmasin, sifatni otga bog'lab yodlaysiz, bog'lash holati bo'yicha so'zlarni yoki otni sifatga bog'laysiz, ya'ni otdan avval keladi sifat. Masalan, tabiatni yodladim deylik, nature degan so'z bu otga tegishli. Ya'ni tabiat nima? Tabiat. Chiroyli tabiat, xushro'y tabiat, ko'kalamzorlashtirilgan tabiat yoki-da musaffo tabiat, musaffo osmonga ham ketaveradi. Xullas, yoki gullar, gullar bo'lganda chiroyli gullar, qizil gullar, atir gullar, lola gullar. Gullardan gul bu ot hisoblanadi. Otdan avval nima qo'yaman? Sifatini qo'yib beraman. Qiz bola. Demak, bu ham otga tegishli. Kim? Demak, qiz. Siz aytishingiz mumkin, chiroyli qiz, tartibli qiz, odobli qiz. Odobliga bog'lab, ya'ni sifatga otni bog'lab, otga esa sifat. Bu ikkovi bir-birini qo'llab keladi. Sifat otni ot sifatni. Xo'p, son holati bo'yicha son, endi buni son yodlash juda oson. Sonlarni yodlab olsangiz, ko'proq qaytarish kerak. Hali ba'zida o'zbekcha so'z kelib qolganda, o'zbekcha kelganda ko'pchilik aytolmay qoladi-yu. O'sha holatda yagona bir muammosi nomzodni ko'p qaytarmagan hisoblanadi so'zi. Ko'p qaytarsa, shu esda qoladi, lekin ko'p qaytarmagan hisoblanadi. Xo'p. Endi qarang. Bu yerda fe'l degan narsa bor. Fe'l juda ham zo'r narsa. Qancha fe'l yodlasangiz, shuncha ingliz tilidagi gap tuzish holatingiz oshib boraveradi. Chunki har bitta gapda fe'l keladi-da. Gapda fe'l keladi, so'zda emas. Har bitta gapda fe'l ishtirok etadi. Masalan, buni qanday bog'laymiz? Mana shu yerda bog'lash holatida controlni keltiraverdim men. Control. Masalan, control nima? Nimani control qilishda aytamiz? O'rtoqlar. Masalan, please control time. Vaqtni nazorat qilish. Endi manager bilan ko'proq yuradi bu. Control deb turib work deylik, ishda control work. Ishni nazorat qilish. Yoki workdan tashqari control zone, hududni nazorat qilish. Control rules, qonunni nazorat qilish. Ketaveradi. Nimani nazorat qilish kerak bo'lsa, shuni yozasiz. Yoki-da faqat nazorat qilishga yana birorta keltiraylikchi. Xo'p. Masalan, o'rtoqlar, aytaylik, save, saqlash, saqlamoq, save. Nimalarni saqlash mumkin? Save environment, tabiatni saqlash. Save money, pulni saqlash. Save homeland. Endi vatanni saqlash uchun tushmaydi, himoya qilish bo'lib qoladi.
Save money, environment. Masalan, yourself desak ham bo'ladi. Save yourself, o'zingni asra, o'zingni saqla bo'ladi. Save yourself. Va hokazo ketaveradi. Qisqasi, o'rtoqlar, bular mana fe'l ot bilan bog'lanyapti. Fe'l ot bilan yaxshigina bog'lanib qo'yapti. Fe'l bilan ot yoki ot bilan fe'l bir-biriga bog'lanyapti. Endi olmosh. Olmoshlar, o'rtoqlar, olmoshlar ham juda ko'p emas. Asosiy yodlab olasiz keraklisini, ya'ni masalan aytib keltirganimiz u qiz bola yesa, o'g'il bola yesa. O'zi olmosh nimaligini ona tilchilar yaxshi bilasiz. Biror bir so'zni almashishi olmosh hisoblanadi. Buni hisobini oling. Uniki, bizniki, sizniki, unga, bunga, sizga, ularga ko'p egalik olmoshlari, kishilik olmoshlari turi bor, o'rtoqlar. O'zbek olmoshlari va hokazo. Endi mana bu ravish degan holat mavjud. Ravish bu nima? Ravish bu, o'rtoqlar, fe'l bilan bog'lanib kelib, ish harakatni holatini ifodalaydi. Fe'l bilan bog'lanib keladi ravish. Ravish doim fe'l bilan keladi, esingizdan chiqmasin. Xo'sh. Demak, fe'l ravishga bog'lanib kelar ekan, fe'l. Esingizdan chiqmasin, fe'l ravishga bog'lanib keladi. Hop, ot sifatga bog'lanib keladi. Sifat esa otga. Xo'p. Son, endi son bog'lanaveradi bo'yiga. Nechtadir bu? Asosiy otga bog'lanadi, asosan otga. Sifatga, masalan, son plus sifat plus ot bo'lishi mumkin. Masalan, 20 ta tarbiyali o'quvchilar bo'lsa, 20 ta son, tarbiyali sifat, o'quvchilar ot. Endi ravishni holati bo'yicha bog'lab yodlash, recently ni misol keltirdim, masalan correctly. Masalan he qilamiz, mana bu yerda olmosh ishlatyapmiz. He did his tasks. U o'zini topshiriqlarini, he did his tasks correctly. Mana bu nima bo'lyapti? Ravish bo'lyapti. Bu ravish bo'lyapti. U o'zini topshiriqlarini to'g'ri qildi. Mana bu yerda fe'lga bog'lanyapti. Fe'l. O'rtoqlar, he did correctly his tasks desangiz ham bo'ladi. He did his tasks correctly desangiz ham bo'ladi. Bu correctly ni xohlasangiz bittadan keyin qo'yasiz, fe'ldan keyin xohlasangiz o'rtaga something qo'yib turib, keyin qo'ysangiz ham xato bo'lmaydi. Demak, correctly dan tashqari o'sha recently, currently o'rtoqlar ko'p, oxiri eng ko'p ravishlar oxiri ly bilan tugaydigan ravishlar va undan tashqari ravishlar ham mavjud. Qisqasi, fe'l bilan bog'laysiz ravishni. Ravish masalan to'g'ri bo'lsa, to'g'rilik bilan, to'g'ri tarzda bo'lsa, u to'g'ri tarzda o'qidi, u to'g'ri tarzda qildi, u to'g'ri tarzda yozdi. He wrote his writing. He wrote his writing correctly. He spoke his speech correctly. U o'zini nutqini to'g'ri so'zladi, gapirdi va hokazo. Qisqasi, bu nima deyilar ekan? Bog'lab yodlash, linking with word or phrase.
Endi uchinchi holat writing or speaking, yozish yoki gapirishda ishlatish. Bu nima degani? Yozish yoki gapirishda ishlatish bir dona so'zni yodlasangiz ham, uni ishlatmasangiz u aktiv lug'at bo'lmaydi. Esingizdan chiqmasin. So'zni faqatgina ishlatish orqali faollashtirasiz. Qaytaraman. So'zni faqatgina ishlatish orqali faollashtirasiz. Bunga ortiqcha tavsiya bera olmayman. Ishlating. Speaking, writing holati bo'yicha. Writing endi yozsangiz, speakingni ko'pchilik gapirgani uyaladi. Uyalmang. Tars gapirib tashlayvering. Sizni ustimdan kuladi yo bir e'tibor qaratib xatolarimni, kamchiliklarimni topadi bu demang. Hammada xatolik bo'ladi. Hammada ham bo'ladi xatolik. Banda xato qiladi. Zato siz o'zingiz ustingizda ishlab harakat qilyapsizmi? Harakat qilmagandan ko'ra u yaxshi. Shuni hisobini oling. Xo'p. Demak, faoliyat asosiy 3 ta holati. Bu ko'p qaytarish, bu so'zlarni bir-biriga bog'lab yodlash, faollashtiradi bular. Va speaking, writingda ishlatish. Writing yozayotgan paytingizda yoki speaking kimdir bilan gaplashasizmi, o'ziga gapirasizmi? Qizig'i yo'q. Qisqasi ishlatasiz. Xo'p. Endi so'z holati bo'yicha yana aktiv yodlashda asosiy uslubi bor. Bu qanaqa uslub? Bu aslida o'rtoqlar nima desam bo'ladi? Eng birinchi qo'yilsak ham bo'ladi buni aslida, lekin ko'pchilik buni hisobga olmaydi. Afsuski. Aytmoqchi bo'lgan narsam nima? Sense degan narsa bor. Ya'ni his, sense of memory. Xotirani hissi. Bu nima degani? Yaxshilab eshiting. Xotirani hissiy holati bu nima degani? O'rtoqlar, yaxshilab eslang. Masalan, siz necha yosh bo'lishingizdan qat'iy nazar, demak, yoshligingizda qanaqadir bir voqea bo'lgan. U voqea juda nima bo'lgan? Quvonchli voqea bo'lganda, happy. Va u sizni esingizda qolgan. Xo'p, yoshligingizda yana bir voqea bo'lgan. Bu voqea juda qo'rqinchli bo'lgan. Bu ham esingizda. Juda qo'rqinchli voqea. Sirazi o'sha narsa tepadi miyangizga. Yoki yoshligingizda juda qanaqa bir ta'sirli voqea bo'lgan. Men ta'sirli deganda ko'p narsa o'zicha kirib ketadi. Quvonchli, qo'rqinchli, qayg'uli deylik, qanaqadir qayg'uli, xafagarchilik voqea bo'lganda bu ham esingizda turadi. Bularda hammasi ta'sir doirasiga kirib ketadi, ya'ni ta'sirli desak bo'ladi va hammasi. Inson hissiy holati bilan lug'at yodlar ekan, esida qoladi. Lug'atlarda hissiy holat bilan yodlang. Masalan, menda chiroyli degan lug'at yodladingizmi, ko'z oldingizga chiroyli odam kelyapti. Xushro'y qizlar e'tibor qaratsa gullar yoki yigitlar e'tibor qaratsa qanaqadir bir mashinani misol keltirishimiz mumkin. Yigitlar mashinaga qiziqadi asosan. Zo'r mashina turibdi, qimmat inomarka. Endi qizlar do'kondan o'tib ketyapti, chiroyli gul turibdi-da, shunaqa chiroyli gul umrida unaqa chiroyli gul bo'lmagan. Hissiy holati shu gulga qaradida, beautiful flowers, yoki comfortable, yigitlar comfortable car I've ever seen. Men umrimda ko'rgan. The most
comfortable deyapmiz. Most comfortable demak juda ham eng qulay mashina. Men umrim bino bo'lib ko'rgan eng qulay mashina deysiz-ku. Xuddi shunday. Hissiy holat bilan yodlang so'zni. Har qanday so'zni. Endi yana bitta plyus minus taraf bor, o'rtoqlar. Ya'ni hissiy holat bilan yodlash deganda yo yaxshi ko'rib yodlash tushuniladi, yo yomon ko'rib yodlash tushuniladi. Esingizdan chiqmasin. Yo yaxshi ko'rib yodlash, yo yomon ko'rib yodlash. Men ko'proq so'zlarni yaxshi ko'rib yodlayman odatda. Shuning uchun xotiramda yaxshi qoladi. Bittada qoladi so'z, faol qoladi. Bu darrov bo'lib qolgan narsa emas, Men ham xotiramdan paytida rosa qiynalganman, xotiramdan shikoyat qilib. Qancha o'sha mnemonika kitoblarini o'qishimga sabab, ma'lumotlar o'qishimga sabab shu xotiramdan o'zimni qoniqmasligim bo'lgan, shikoyatim bo'lgan. Qisqasi yaxshi ko'rib yoki yomon ko'rib yodlash ham o'sha hissiy holatga taqaladi. Yaxshi ko'rib yodlasangiz ko'proq yaxshi. Xo'p, va o'rtoqlar. Esingizdan chiqmasin. Bu hissiy narsa miyada hech qachon esdan chiqmaydi. Abadiy xotira borda insonda. Vaqtinchalik xotira bor, abadiy xotira bor. Vaqtinchalik xotira bu ma'lum bir muddat, nechidir daqiqa, nechidir soat, nechidir kun, nechidir oy balki turadi, keyin miyadan chiqib ketadi. Abadiy xotirada doim turadi. Va vaqtinchalik xotira. Bu qanaqa xotira? Passiv xotira bo'ladimi? Yo'q. Bu aktiv bo'ladi vaqtinchalik, chunki o'sha vaqt ichida aktiv turadi so'z, keyin yo'q bo'lib qo'ya qoladi. Passiv bo'lib ketadi keyin u miyaning tagiga cho'kib. Xo'p, abadiy xotira esa aktiv holatda bo'lishi kerak. Passivi ham bor, abadiyni passiv holatdagisi ham mavjud. Endi buni siz lug'at yozayotgan yoki qanaqadir ma'lumotni miyaga qabul qilayotgan paytingizda yaxshilab kuzatib, e'tibor berib qarasangiz, qanaqa hissiy holat bilan yozayotganligingizni bilasiz. Xullas, his-tuyg'u holatini ishlating. Lug'at yozayotganda his-tuyg'u holatini ishlating. Tasavvur qiling, inglizga gapirasiz, lug'atlar yodlab bo'lgandan keyin ingliz bilan speaking qilasiz, ingliz bilan muloqot qilib so'zlaringizni ishlatasiz. Bu qanchalik yaxshi narsa. Haqiqiy native speaker bilan, toza ingliz nomzodi bilan gaplashish bu eng mazza narsa. Qancha narsani so'raysiz, qancha narsaga ega bo'lasiz. Xo'p. Demak, bu hissiy holat. Buni hisobini oling. Va bunga be'tibor bo'lmang. Endi, hurmatli videoni tomosha qilayotgan nomzodlar, bizda yana bitta narsa bor. Bu nima? Lug'at yodlayotganda uni sanaladigan, sanalmaydigan otga tegishli, o'timli, o'timsiz fe'lga tegishli, ravishi bor, ravishi yo'q, sifatga tegishli. Xo'p. Holatlarini yodlang. Tepada son shart emas. Sifat. Yaxshi. Bitta ot yodlagan taqdiringizda ham, bir dona ot yodlagan taqdiringizda ham. Nima qilib yodlang? Otda shunday narsa bor. Otlarda shunday narsa bor. Ya'ni, masalan, noun, countable, uncountable degan narsa bor otlarda. Masalan, sanaladigan, sanalmaydigan. Book sanaladi. O'shaning uchun plus o'ziga s olishi mumkin. Books. Xo'p, knowledge sanalmaydi. Shuning
Shuning uchun bu o'ziga nima qilmaydi? Olmaydi. O'ziga olsa, knowledges bo'lsa, xato bo'ladi. Boshqalari ham bor. O'rtalar bitta knowledge emas, information, news, furniture, luggage va hokazo. Xo'p. Shuni qarab yodlang har doim. Sanaladigan. Bu ichi chuqur juda sanaladigan bu ot mavzusini to'liq o'rganish kerak bu uchun. Lug'at yodlaganda mana countable. Endi nima qilib qo'yadi? C harfini qilib qo'yadi countable da. Lug'atlarga e'tibor qaratsangiz, bunday holatda bo'ladi. Uncountable ga U harfini qilib qo'yadi. Shunday holatda bo'ladi. Esingizdan chiqmasin. Buni qarab yodlang, qisqa yondashib ketyapti. Xo'p, endi fe'l yodlayotganda verb fe'l yodlayotganda nasiga qaraysa ekan, o'timli o'timsiz. Ya'ni inglizchasiga transitive, intransitive holatiga qarang. Buni harflari bunday qilib qo'yadi. Transitive kattati lug'atlarda shunday ajratib olasiz. Intransitive mana shunday holatda bo'ladi. Bu nima degani? Transitive o'timli o'timsiz ona tilini o'rganib chiqasiz. Bu uchun men sizga ma'lumot berib aytishim mumkin. N qo'shimchasini olgan fe'l transitive bo'ladi. Tushuntiray buni ham. Hop, masalan, take ma'nosi nima? N oladimi? Take ma'nosi olmoq ma'nosida olaylik. Olmoq ma'nosida olaylik take. N oladimi? Oladi. Take masalan take a book. Kitobni olish, take a book. Xo'p, endi masalan sit olsak, sit o'tirmoq. O'tirmoq. Bu neni oladimi? Neni olmaydi bu. Masalan, agar o'tir degan bo'lsa, sit down. Sit down bo'ladi, pastga o'tiring. Sit down. Sit down. Masalan, nimaga o'tiring deyish mumkin. Downdan keyin istalgan o'sha joyda berib ketaverasiz. Sit down. Tak. Sahnaga o'tiring deymizmi? Sahnaga emas. Markazga o'tiring. Sit down center desangiz. Markazda o'tiring. The center nimaga centre qilib olish kerakmi? Centre. Sit down center of room. Masalan, xonani markazida o'tiring. Xonani o'rtasida o'tiring deb ketadi-yu. You need to sit down in the center of room. Of the room. Qilsak yanada aniq bo'ladi. Xonani markazida o'tiring. Lekin xonani markazida ne o'tiring bo'ladimi? Yo'q, ne bo'lmaydi. Neni olmaydi bu. Ne qo'shimchasini olmaydi. Neni qo'shib qo'ysak tushmaydi. Take a seat bo'ladi. Ko'p joyda take a seat aytadi, bilasiz. Joy egallangan. Joyni oling. Qisqasi ne qo'shimchasini olsa o'timli bo'ladi, neni olmasa o'timsiz bo'ladi. Fe'llarda yodlayotganda hushyor bo'lasiz. Va endi bizda adjective sifat. Qanday yodlanadi sifat? Adjective holati esingizdan chiqmasin. Bunda siz ravishi bormi, yo'qmi
tekshirishingiz kerak. Tekshiring. Ravishi bormi yo'qmi tekshirib keting. Masalan, sifat correct bo'lsa, ravishi bo'lsa, ly qo'shimchasi bilan uni nima qilishimiz mumkin? Correctly qilishimiz mumkin. Yokida current olsak, ravishi borami ham? Currently qilishimiz mumkin. Lekin right qilib turib qarasak, rightly bo'ladimi? Rightly holati bo'lmaydi. Bu rightly qilsak xatoga o'tib ketadi. Shuning uchun o'rtoqlar right ravish holatida ham right bo'laveradi. Bunaqalar bor, bunaqa so'zlar. Masalan, fast bor, tez yoki late. Bular o'zi ham ravish, ham sifat. Shunisiga ham qarab yo'rlang va hammasiga ham ly qo'shilib ketavermaydi. Bunisiga ham qarang. Umuman ravishsiz sifatlar ham bor. Masalan, qarang. Bitta sifatni olaylik siz bilan. Atmos sifati bor. Utmos, atmos. Bu atmos muhim degani. Lug'atda ko'rganmisiz yo'qmi bilmadim. Muhim. Demak, katta ahamiyatga ega narsa atmos. Lekin buni ravishi yo'q. Ya'ni ravishi yo'q deganimki, ly qo'shib atmosli qila olmaymiz. Umuman ravishi mavjud emas, mana qizil chiqib qoldi hozir. Ko'ryapsizmi? Tagida. Atmosli yo'q narsada, atmosli degan narsa yo'q. O'shaning uchun shu har bitta sifatingizni ravishi bormi, yo'qmi qarab qo'ying. O'rtoqlar, sifat yozilganda. Ravish bo'lsa nima bo'ladi? Ravishi bo'lsa, albatta ly orqali yasalishi mumkin yoki-da ly siz o'zi ham ravishda bildirib qo'yish mumkin. Lekin umuman ravishi yo'q sifatlar bor-da. Bitta har taraflama xatolik bo'lyapti. Ly qo'shgani bitta xato, ravishi bor degani yana bitta xato. Buni qarab yozasiz. Sifat jinni injiqroq hisobini oling. Va son yodlash, o'rtoqlar, son yodlash bu oson narsa, shu son. Tartib son, sanoq sonlarni bilib oling yaxshilab. Olmosh yodlash, olmoshlardan oddiy narsa juda. Bir marta yodlanadi bo'ldi bular. Masalan, fe'llar, sifatlarda oxiri yo'q, rosa ko'p bular, u chiqib kelaveradi. Lekin bular oxiri bor bularda, son bilan olmoshda. Ravish ham shunaqa ko'p, ravish ham. Ravish yodlayotganda qarab qo'ying, nimaga qarang? Ravish fe'ldan hosil bo'lganmi? Katta ehtimol fe'ldan hosil bo'ladi yoki umuman o'zi ravish holatini anglatishi ham mumkin. Buni ham hisobini oling. Asosiy siz biladigan narsa ot, sifat, fe'lni yodlashda yaxshilab e'tibor qaratsangiz, shu eng muhimi shu. Esingizdan chiqmasin. Englarni ham engi. Xo'p, demak bu birinchi darslik, video darslik. To'liq ko'rib chiqqan bo'lsangiz, o'zingizni fikrlaringizni berib ketishingizni so'rab qolaman. Albatta bundan tashqari ham lug'at yodlash holati bo'yicha mashqlar, lug'at yodlash holati bo'yicha yana maslahatlar mavjud. Keyingi video darslikda albatta buni sizlarga tushuntirib aytib o'tib ketaman, hurmatli nomzodlar. Esingizdan chiqmasin, mana shu uslublarni bir amalga oshirib qo'ying. Bir haftada qay darajada lug'at boylik faollashdi va aniq o'zini o'rnida ishlatyapsiz. Buni albatta kuzating, e'tibor bering. Tavsiflarni, fikrlarni menga aytib o'tasiz. E'tibor va vaqtingizni ajratganingiz uchun katta rahmat, minnatdorchiligimni bildiraman. Salomat bo'linglar.